tadbirkor uchun mana shuncha narsani o'rgandim, bo'ldi, men ekspertman deyish mutlaqo noto'g'ri. Har bir kunda biz yangi narsani o'rganamiz, chunki har bir kunimiz bizga yangicha muammoni beradi. Kechagi muammo ertangiga o'xshamaydi. Bir muammoni hal qilamiz degan paytimizda bo'ldi, men shu narsadan qutuldim, endi hammasi yaxshi bo'ladi degan paytda odam adashadi. Chunki kelajakda sizni boshqacha muammo, umuman boshqacha rakurs, boshqacha metodikani qo'llab sizni qiynaydigan muammolar paydo bo'ladi. U uchun esa nima kerak? U uchun bizda haqiqatda rivojlangan global intellekt kerak. Aynan mana shu global intellektni borligi insonda juda ham ko'p o'zida ko'nikmalarni rivojlantirishiga yordam beradi. Muammolarga har tarafdan yechim topishga harakat qiladi va aynan bugungi kunda o'zgarib ketayotgan zamonada soatiga emas, daqiqasiga o'zgarib ketayotgan VUCA zamonida bugungi lider, bugungi tadbirkor va bugungi biznes diplomat aynan moslashuvchan, juda tez qaror qabul qilishga tayyor turgan, bardoshli, haqiqiy tadbirkor bo'lish kerak.